Adasi biz ketdik. Onangnikiga ketasanmi? Ha, bormaganimizga bir oy bo'pti. Bugun yotib qolamiz. Yo'q-e. Alo xotin, faqat gapirma. Meni eshit. Sen o'zingga aytolmagan gaplarimni telefon orqali aytgim keldi. Esingdami, to'yimizdan oldin ertalabgacha soatlab uxlamasdan gaplashib chiqardik. Yana shunaqa gaplashsak nima deysan? Voy mayli, kuyov qaynotangiz yonimda edilar-da. Uka, uxlaganing yo'qmi? Uxlayapman. Meni xonamga chiqib yotasanmi? O'zingiz xonamga umuman kirma degansiz-ku. Yo'q, kiraver. Unaqa kirsang telefonimni beraman, o'yin o'ynaysan. Yo'q, kerak emas. Ertalab mashinamni haydaysan. Boring uyqum buzmay, hozir dadamga aytib beraman. Gunoraxonim baringizga chirmashib olsam. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yarim kechasi qo'y yog'i yeyapsan, bor uxla. O'ylab qarasam sizlar bilan anchadan beri yurakdan gaplashmaymiz. Voy bolam, yarim kechasi 12 bo'ldi. Nimani gaplashamiz? Ertalab gaplashamiz. Hozir gaplashaylik. Gaplarim yig'ilib qolganda. Bo'pti, kel o'tir bolam. Gaplashadigan gapim tugadi bolam. Sigareta tugab qoldi. Kirib uxla. Yana ozgina gaplashaylik. Endi gaplashasanmi? Bu tormoz qo'qiyapti-da, xotiriga ham hojatxonaga qarab tur deyardi. Bor ichkariga kirib yot, atala. Kimga o'xshadi bu? Voy, bechara bolam, muncha urshurasiz. Yur bolam, ketdik. Hammasi qo'qqa, bir mujiy o'lim yo'q. Voy, to'xtanglar. Qo'rqaman aziz.